ishlab qo'yamiz darrov, yarim soatda 15 ta savol. Hech narsa emas. Muhimi qolib ketish oldi-yu, tez-tez ketyapmiz. 34-savol. Zapisda o'qib qo'yamiz. Arximed pressada 15 ta xatning yig'indisi 180 ga teng. Shu bilan birga progressiyaning 3-chi, 9-chi va 6-chi xatlari geometriyasini hosil qiladi. Arximed pressaning birinchi xatini toping. Demak, S15 bor. 180 ish qilib sonlar to'g'ri bo'lsin. Nechinchi? 3-chi xati i 9-chi xati i 6-chi xatlari geometriyasi hosil qiladi. Ketma-ket qilib topib-yu. Aniq shu to'g'rimi? 6, 16 emasmi? Javohir, siz tashlagan ekan savolni. Ustozlar men yerda xato qilib qo'ygan ekanmiz. Ya'ni mayli uni ham ko'rib qo'yamiz. 6-chi xati geometriyasi tashkil ekan. Bu nima degani endi? Bu degani bu teskari bo'lsa kerak, 6 9 bo'lsa kerak. Bu geometrik. Geometriyasi hoslani 6 ning kvadrati A3 bilan A9 ni ko'paytmasiga teng. Shu yerdan yana bitta narsa bor. A3 bilan A9 ni qo'shsak 2 ta A6 chiqadi. To'g'rimi? Shu sistemani yechish kerak. Sistemani yechish kerak. S15 nimaga teng o'zi? A1 plus A15 taqsim 2 kara 15 teng 180. Xo'p. Shu joyda A1 bilan A15 ning qiymati 180 dan 15 ga bo'lsak 12 24 bo'ladimi? 24 ekan. Fikrlaymiz endi. Shu ikkalasini sistema qilib yechib olish kerak. Bu pastdagini keragi yo'q shekilli, tepani o'zini yoyamiz shekilli. A1 plus 5 ta D ketdi erinmeliga. A1 plus 2 ta D yu A1 plus 8 ta D. Yoydik. A1 ning kvadrati plus 10 ta A1 D plus 25 ta D kvadrat. Bu yoqdagisi A1 kvadrat plus 8 ta 10 ta A1 D plus 16 ta D kvadrat. To'g'ri bo'ldimi? Xato bo'ldimi? To'g'ri. To'g'ri bo'lsa qisqarib ketsa A1lar, A qisqarib ketsa, bunga teng bo'lsa D-imiz 0 bo'lib qoladimi? Yo'q. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zgarmas D 0 bo'lsa o'zgarmas progressiya bo'lib qoladi. Ya'ni hamma xati bitta bo'lib qoladi. Hamma xati bitta bo'lsa, 15 ta xatning yig'indisi 180 bo'lsa, 180 dan 15 ga bo'lsa, 12 chiqar ekanda. Birinchi xati. Unda geometrik progressiya noto'g'ri bo'lyapti. Geometriyasi noto'g'ri bo'lmaydi. Buni bo'lishi mumkin emasda.
D o'lib qolsa bo'laveradi progressiyada. D o'lib qolsa o'tgan emas, progressiya bo'lib qoladi. Johirda kutaylik. Johirda diskret yozamiz. Do'stim qarang, gapiring. Siz tashlagan savol. R plus 6 teng 24 da ham shunaqa bo'lar ekan. A1imiz. Ash to'g'ri chiqar ekan demoqchiman. Xullas, bo'lsa. assalomu alaykum hammaga. Mana. Mana shu savolni men birinchi ishlayotganda qoldirib ketgandim. Keyin orqaga qaytdim. Ani yozish tartibida ham izoh qilib yozmayapman. 3-chi, 9-chi, 6-chi hadi deyapti-yu. Aynan ketma-ketligi shunaqa. 3, 9, 6. Keyin bo'ldi. progressiyani qarasam, ani javoblarning hammasini varianti minusli ekan. Bu degani arifmetik progressiyaning mahraji manfiy bo'lgan. Harflar boshida manfiy bo'lgan, keyin o'sib borib, qachondir 0 ga o'tib, keyin yag'in musbatga o'tib ketib qolgan. Bo'laveradi. ekan. Demak, xat ketma-ket men to'g'ri yozdimmikan deb e'tibor men ham o'yladim, to'g'ri yozgan bo'lsa kerak bo'ladi. 9-chi уже musbatga o'tib ketgan bo'ladi, 3-chi bilan 6-chisi manfiyligicha qolgan bo'ladi. Ha, shunaqa qilib ishladi. Bo'lmasa bunday qilamiz. A3 bilan A6 ni ko'paytmasi A9 ni kvadrati bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Tak A1 kvadrat plus nechta A1? 7 ta A1d plus 10d kvadrat teng A1 kvadratiga 16 ta A1d plus 64 ta d kvadrat. A1d kvadrati ketdi, u yoqqa bu yoqqa olib o'tsak, d manfiy chiqib qolar ekan. -9 ta A1d 54 ta d kvadrat. Bitta d ni ham qisqartirib yuborsam, demak A1 da qiymati -6 ta d bo'lib qoladi. 9 kere 6 metr. Va shu yerdagi tepadagi S15 deyamiz. S15 qiymati 2 ta A1 plus 14 ta d taqsim 2 kere 15 teng 180 deymiz. A1 da o'rniga -6 ta d qo'yib yuborsam, suratimda 2 ta d qoladi. 2 kere 2 15 teng 180. Demak, d kere 15 180 bo'lsa, video ketmadimi? Xo'p. D ni qiymati necha chiqib qolyapti? 12. 12 bo'ldi. Ha, bo'pti. A1 topaylikchi. A1imiz minusdan 72 bo'ldi.